O'zbekistondagi eng kichkina pudra va pomada yoxud boshsiz chavandozning qaytishi. Mayli, endi bir kayfiyatinglarni ko'taray dedim-da. Ha, deb bir xil rakursda video ko'rmanglar deb bu safar raspakovkani shunaqa qilishga qaror qildim. O'zi ovqatlanishga ham vaqti bo'lmaydi, lekin shunaqa allambalo narsalarni topib zakaz urishga erinmaydigan kaminani navbatdagi zakazi bilan tanishing. Charlotte Tilbury'ni eng kichkina o'lchamdagi pudrachasini zakaz qildim. Ichidan o'zini shunaqa mayda kichkina podushkachasi ham chiqdi. Xuddi kutganimdek keldi. Shunaqa kichkina kosmetikalarni, uходовый naborlarni, kichkina variantlarini ham juda ham yaxshi ko'raman. Keyingi zakaz qilgan narsam o'zim yaxshi ko'rgan ranglarda kichkinagina pomadachalarni kompleksiyasini zakaz qilgan edim. Shunaqa 2 dona. Har bitta mana shunaqa upakovka paketchasini ichida 12 dona pomadacha bo'ladi. Ranglari bir-biriga juda ham yaqin. Hamma yaxshi ko'rgan ranglari mana shuni ichida bor bo'lganligi uchun zakaz qildim. Bir-biridan ozgina farq qiladi, lekin ustiga raqamlari yozilgan shunaqa kichkina mittigina pomadachalar. Oldi tomon kameram ancha xira olarkan, buni shu videodan bildim. Va keyingi raspakovkam bu mana shunaqa soat zakaz qilgandim. Soat kolleksiyasini ham ochib oldim bu yilgina. Sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun telefonimni o'girban videoga olib oldim. Sizlarga bugungi raspakovka yoqdimi? Bizning mini obzorchamiz o'z nihoyasiga yetdi. Profilimga obuna bo'lib, yurakchani bosib qo'yishni unutmanglar.